Xo'p, hammaga salom do'stlar. Qaranglar, FIFA penalti bo'yicha sizlarga joy bo'lgan o'yin strategiyani olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, hozirda o'yinlarcha chalkashib ketibdi. Mana bu yerda City, Barcelona, buni pastida live ketyapti. Xo'p, kuzatamiz. Hozircha Barcelona komandasi PSG ga yutkazyapti live o'yinda. Xo'p, kanalga tezroq obuna bo'lamiz. FIFA penalti 18 bo'yicha sizlarga ajoyib bo'lgan strategiyani olib chiqishga harakat qilaman. Birgalikda strategiyani ko'rasizlar, strategiyani ko'rib, mohiyatini tushunib, yoqsa albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Hozircha PSG 3-1 ga yutyapti. 3-2 bo'ldi. Adashmasam shunday qoladi yoki 4-2 PSG yutadi baribir. Xo'p, do'stlar, bundan tashqari bu o'yinga kirib o'ynash majburiy emas. Xohlasanglar o'ynanglar, xohlamasanglar o'ynamanglar. Просто tak video chiqyapti. Shunga yarasha like yoki kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Xo'p, hozirda bizni qiziqtirgan o'yinni live da bitta ko'rib qo'yamiz. 3-2, 4-2 mana o'yin tugadi. Xo'p, PSG Barselona xullas 4-2 ga yutdi. Xo'p, live o'yinga kiramiz. Xuddi o'sha joy, mana ko'ryapsizlar, Barsa yana o'sha joyda keldi. Просто tak City endi PSG ni o'rnida. Xo'p, o'yin 4-2 bo'lgandan oldin, xo'p, mana live endi nima bo'ladi? Xo'p, kuzatamiz do'stlar, 4-2 bo'libdi. Xo'p, endi nimalar qilish kerak? Endi qayerlarga strategiyani mohiyatini tushunib yetish kerak. Xo'p, birinchi o'rinda do'stlar, hozir mana 4-2 bo'libdi. Hozir polnisi hamma yo'g'ini ko'rib chiqaman. O'zimga kerakli bo'lgan joylarini ko'rib, solishtirib chiqaman. Bundan tashqari do'stlar, mana bu shot, bu aniq shotlar to'g'risi nima desa bo'ladi, ko'p tikishga kerak bo'lib qoladi. O'shuning uchun bu bizga hozircha kerak emas va keyinchalik ham kerak bo'lmaydi. Xo'p, aniq shot hozircha kerak emas. Xo'p, mana bu ham yaxshi narsa ekan. Men sinab ko'rdim. Atak ishlasa bo'ladi. Bu tomon ko'p holatda o'xshaydi. Atak mana bu tomon joyi bor ekan. O'zi qandaydir aytsam bo'ladi. Xo'p, to'g'risini aytaman, vaqti bor ekan. O'zi chiqadigan vaqti bor ekan mana buni 3 koeffitsiyenti. Xo'p, endi bundan tashqari total juft deyapti. Mana oxirida misol uchun 4-2 ga tugadi hozir bundan oldingi o'yin. Bu degani 4-2 degani 6 ta gol, ya'ni juft. Mana bu mana hozir o'tgani shu. Xo'p, endi ko'ramiz. 1.6, 1.8 koeffitsiyentlar. Bular to'g'risi mana bu ikkalasi juda ham qanday aytsam bo'ladi? Xo'p, o'tishi qiyin. Ya'ni bu holatda 1-0, bu holatda 2-0. Xullas mana bu Barsa ura olmasligi kerak. Mana bu o'tish uchun. Mana bu o'tish uchun City ura olmasligi kerak. Xullas shunaqa. Endi bundan tashqari do'stlar, sizlarga xo'p, kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, videoga like bosgan bo'lsanglar, hozir men strategiyaniga biz o'zimizga stavkamizni qilib o'tamiz. Xo'p, hozir bundan oldin Barsa komandasi yutkazib qo'ydi. O'zimiz ko'rdik. To'g'rimi? To'g'ri. O'shuning uchun mana bu holatda sizlarga bitta joyi bo'lgan stavkani ko'rsataman. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Bu stavkamiz xo'p Barselonaga bo'ladi, chunki yutkazib qo'ydi bundan oldin. Xo'p, hozir shotimiz avtomatik to'ldirib olamiz. Hozircha shotimiz 0 ekan. To'g'risi qaramabman. Hozir tak 2 daqiqa hozir to'g'rilab olamiz. Xo'p do'stlar, iloji boricha stavka qilish uchun pulimizni to'ldirib oldik. Tak kech qoldik. Mana Barsa komandasi yutyapti 1-0. Juda ham to'g'risi kech qoldik. Bundan tashqari hozir mana Barsa komandasi 1-0 yutyapti. Xo'p, bunga chalg'imiz endi live dan boshqa tikishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bundan keyingi o'yin mana bu PSG hamda Barsa komandalari yana o'zaro o'yin bo'lyapti. Xo'p do'stlar, endi e'tibor beramiz takslarga. Hozir mana bu holatda stavka qilishni o'rgataman. Xo'p, buning uchun birinchi o'rinda asosiysi PSG bundan oldin yutgani uchun shotimizni to'ldirib oldik. Ahamiyat beramiz shotga. Xo'p, PSG ga pul tikib olamiz. Bundan tashqari hozir men sizlarga eslatib o'tmoqchi bo'lgan narsam, xo'p, mana bu holat. Ya'ni ko'pchilik qiziqsa kerak bu holatga, ya'ni men o'zimdan to'g'risi qiziqaman, chunki katta koeffitsient beradi. Xo'p, ko'p holatda o'tishi ham mumkin, o'tmasligi ham mumkin. Shuning uchun men mana bu holatda 3.61 koeffitsiyentga tikib ko'raman.
Bundan tashqari mana bu koeffitsiyentga tikib ko'raman. Albatta bu o'zimning taxminim, shuning uchun ishonib qolish shart emas. Bu tikishlarga просто так men o'zimdan kelib chiqib, как будто bir sinagandek holatda tikib ko'raman. Bu o'yinda o'ynash majburiy yoki o'zingizlar ixtiyoringlarda. Ya'ni bu o'yinda o'ynashni tavsiya beraman. Xo'p, bundan tashqari ketdi. Hozircha ikkita stavka qildik. Hozir videoni to'xtatib turaman, chunki vaqt hali ancha bor, 3 minut bor. Xo'p, shuning uchun kanalga tezroq obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Videoga yoqgan bo'lsa, albatta like bosish esdan chiqmasin. Xo'sh do'stlar, boshlanyapti. Hozir 3 soniya, 2 soniya, 1 soniya o'yinimiz ketyapti. Xo'p, e'tibor qaratamiz va bizni stavkamiz o'tadimi, yo'qmi? Taxminan sanab olamiz. Xo'p do'stlar, video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta bu biz uchun juda ham xursand qiladigan narsa. Ya'ni kanalga obuna bo'lsanglar, biz ishimizni davom ettirishda davom etamiz. Xo'p, qani ketdi. Xo'p, hozircha Cavani PSJdan tepayapti. Xo'p, Barsadan kim tepadi ko'ramiz. Xo'p, hozircha Cavani nima qiladi? Albatta gol uradi, juda ham zo'r. Xo'p, Suarez Barsadan tepayapti. Xo'p, gol juda zo'r, 1-1. Xo'p, keyingi o'yin va keyingi zarba. Xo'p, kim bu yoqdan? PSJdan Mbappe ekan. Xo'p, ko'ramiz. Ketdi. Gol zo'r. Mbappedan gol. Xo'p, Messi va gol. Yaxshi, hozircha 2-2 kuzatishda davom etamiz. Xo'p, bu tomondan Neymar juda ham ajoyib gol. Xo'p, bu tomondan xo'p, Barsa. Xo'p, Barsa urolmadi, adashmasam. Xo'p, bu ham urolmadi. Xo'p, hozircha 3-2. Xo'p, Rakitic gol uryapti. Xo'p, endi bu yerda Rabiot tak ko'ramiz. Juda ham chiroyli gol, himoyachi bo'lsa ham. Xo'p, oxirgi zarbani Iniesta beryapti. Xo'p, livedan tikib ko'ramiz. Do'stlar, e'tibor qaratamiz. Xo'p, ulgib olsak albatta tikkan bo'lamiz. Xo'p, ulgimadik. Tak. Necha bo'ldi tikyapman hozir to'g'risini bilmadim. Chiqib turib ko'ramiz. Ulgimay qoldik. Adashmasam shunda o'tdi. Xo'p, hozircha Barsa 5-5 qildimi? Tak. 5-5. Xo'p, bu yoqdan Di Maria. Xo'p, Di Maria nima qiladi? Albatta, Di Maria ura olmadi. Tak. Xo'p, Barsa urdi. Xo'p do'stlar, bitta narsa. Tak. Stavkamiz uchalasi ham o'tmadi. Shuning uchun videoni xuddi shu holatda qoldirmasdan bitta o'tadigan stavka bilan tugatib qo'yamiz, chunki hozircha minusdamiz. Xo'p, o'xshamagani uchun o'xshamasa ham turadi shu holatda. Hamma ko'rsin, yoqsa albatta like bosishga arziydigan bo'lsin. Xo'p, Arsenal Bavariya komandalari o'yini. Xo'p, hozircha Arsenal Bavariya. Xo'p, kelinglar shu o'yinga men xo'p qanday qilsa bo'ladi? Hozir 368 koeffitsiyentga men hozir 146 million pulimiz qolibdi. 3 million 700 dan tikaylik. Xo'p, tak 13 million pul yutamiz, yutsak mabodo. Xo'p, bu tomonga ham xuddash summani tikaman. Xo'p, yo'q, bu tomonga 1 million 900 ekan. Xo'p, ko'ramiz. Xo'p, yaxshi yutsak mabodo 11 million 590, ya'ni o'sha 600 ga qilishib bo'ladi. Xo'p, bu tomonda endi nima qilamiz? Bu tomonni 5,5 meshiga tikamiz. Tak 10 million. Xo'p,
Xo'p do'stlar, bu o'yinda o'ynash majburiy emas, ixtiyoriy ham emas, boshqa ham emas. Prosta taka o'ynamanglar bu o'yinni. Prosta video chiqyapti. Shuning uchun video yoqsa, mabodo yoqsa, albatta like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, o'yin boshlanigacha 40 soniya bor, ungacha pauza qilib turamiz. Xo'p do'stlar, o'yin boshlandi. Tak ko'ramiz. Xo'p, qanday hisobda qanday yo'nalishda bo'ladi. Xo'p, hozircha Arsenal komandasi ko'ramiz, qanday bo'ladi. Aubameyang ura olmadi. Xo'p, keyingi zarbani Lewandowski ko'ramiz. Penaltichilar bo'yicha yaxshisi bu ham. Xo'p, Leva gol. Zo'r. Xo'p, bu tomondan Arsenal qanday javob qaytaradi? Ko'ramiz albatta. Arsenal yaxshi gol. Oddiy holatda urdi. Atak vara tomon to'ssa bo'ladi. Xo'p, bu tomondan Bavariya. Wow, zo'r gol bo'ldi. Xo'p, bu tomondan Arsenal ura olmadi Arsenal. Xo'p, Bavariya nima qiladi? Thiago tepyapti. Xo'p, gol juda zo'r. Hozircha hisob 3-1. Xo'p, agarda hozir gol bo'lmasa, o'yin shu yerdan o'zida tugaydi. Xo'p, do'stlar, ko'ramiz. Ramsey yo'q. Voy, shokolad bo'ldi do'stlar, ishonasizlarmi? Hozir men sizlarga xo'p, qanaqa summada pul yutganimni ko'rsataman. Xo'p, e'tiborga qaranglar, 131 million so'm pulimiz qoladi. Hozir qanchaga ko'tarilganini o'zingizlar tomosha qilasizlar. Xo'p, mana bu holatda o'tdi. Mana videoni asosiy qismiga keldik. 19 million 800 yutyapmiz. Bu tomondan hozir nari yutkazganlarni ham chiqarib oldik. Xo'p, 601 koeffitsient o'tyapti do'stlar, ko'rib o'tiribsizlar. 1 million 900 tikib 11 million 590 ming so'm yutyapmiz. Xo'p, narigisi o'tmaydi albatta. Mag'lubiyat bunda, lekin narigisini yutyapti. Xo'p, bular ham mag'lubiyat. Xo'p, 131 milliondan hozir ko'ramiz qancha bo'lganini. Xo'p, bitta abnabit beramiz. Xo'p, pulimiz to'ladi. Xo'p, bunda ham to'ladi va 162 million so'm bo'ldi. Hammaga rahmat, tomosha qilganinglar uchun like bosish esdan chiqmasin.